40 yoshda ham Real Madrid afsonasi hali ham yondiryapti desam, ishonasizmi? Hoziroq Madrid yuragi kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, chunki bu yerda bu jamoa haqida barcha yangiliklar chiqadi. Tanishing, Luka Modric o'tgan mavsum jamoamizni tark etib, Milanga 1 yillik kontraktga o'tib ketgan edi. O'zi aslida Italiya klubining rahbarlari uni yosh futbolchilarga o'z bilimlarini o'tkazish uchun transfer qilishgan edi. Ammo kutilmaganda Luka darhol asosiy tarkib o'yinchisi bo'lib, deyarli Milanni chempion ham qilib qo'yishga yaqin bo'ldi. Shuning uchun jamoa ko'p o'ylamasdan o'yinchiga yana 1 yillik kontrakt taqdim etdi. Ya'ni tasavvur qila olasizmi? Keyingi yil 41 yoshga to'lishiga qaramasdan o'yinchi eng yuqori darajada o'ynashni davom ettiradi. Bunaqa o'yinchilarni qanchasini menga sanab bera olasiz? Meni xayolimga misol faqatgina Ibragimovich keldi. Agar siz ham Lukani yana bir bor Real Madridda ko'rishni istasangiz, albatta like bosib keting. Ammo xavotir olmasangiz bo'ladi, chunki jamoamiz allaqachon bitta afsonani jamoaga qaytarib olib keldi. Kim haqida gap ketayotganini batafsil bilishni istasangiz, hoziroq Telegram kanalimizga kiring.